Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tangirtaq xabar torining 11 ayning 30 kundagi xabarda bildirilishicha, 11 ayning 20 kundan 29 kunigacha Xitoy Davlat ishlar mahkamasi uchur ishxonasining taklifiga binoan Xitoyning yerlik internet va chet eldagi tor bilugchilaridan va Xitoy ichidagi tor cho'lponlardan tarkib topgan atalmish Xushonliq bu yerda vakillar Ömeki Sharqiy Turkistonning Urumchi, Turpan, Qozoq Avtonom oblasti va Qashqar qatorliq rayonlarga berib ziyorat va internet tashviqoti yapgan. Bu ziyorat va tashviqot vakillar Ömeki har qaysi shahar va rayonlarni ziyorat qilib, har millatdan bo'lgan yerlik kishilar bilan o'zaro fikr almashtirib, atalmish Xinjiangning ijtimoiy muqimligi, iqtisodiy taraqqiyoti jihatdan mo'l natijalarni qo'lga keltirganligi, bu rayondagi kishilarning tinch va ko'linish ichida yashayotganligini bayon qilib, tashviqot faoliyati yapgan. Bu vakillar Ömeki yana atalmish Xinjiang san'at instituti, Xitoy 12 muqam xalqaro muzeyi, Qashqar sanoat instituti qatorliq joylarni ziyorat qilgan. Ömeki a'zolari yana 10 kunlik safar jarayonida hammasi o'z oldiga bir qator yangi ahvollarni jonliq va ta'sirli temalar bilan tasvirlab, mikrobilog va boshqa to'rsiqlar orqali atalmish Xinjiangning yangi qiyofatini keng tashviq qilgan. Hamda buningdan keyin bu rayonlarga davomli kelib atalmish Xinjiangdagi har millat kishilarining xushal-xo'ram va xotirjam yashayotganligini va ularning taraqqiyot, muvaffaqiyat va atalmish natijalarini texnik ko'p kishilarga tashviq qilib, atalmish Xinjiangning haqiqiy ahvolini dunyo jamoatiga oshkorlaydiganligini bildirishgan. Xitoy Tangirtaq xabar torining 11 ayning 30 kundagi xabarda bildirilishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik geologiya idorasi yig'ida Xitoy geologiyalik charlash idorasining neft va tabiiy boyliqlarni tekshirish markazi va Xitoy geologiyalik charlash markazining Tianjin geologiyalik tekshirish markazi bilan strategik hamkorlik kelishimi imzolagan. Bu kelishimda Sharq Turkistondagi asosiy boyliqlardan neft, ko'mir, tabiiy gaz, uran va mangan va shunga o'xshash barliq strategik qazilma boyliqlarni qazishni texnik tezlatib, qazilma boyliqlarni baholash, izlanish, ichish, asosiy tadqiqot va texnikada yangilik yaratish qatorliq masalalarni amaliyleştirib, bu qazilma boyliqlarni qazishning yangi bir bosqichlik strategik harakatini puxta ilgari surish haqida bir qator yo'l yo'riqlarni o'tirib qo'ygan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.